Assalomu alaykum. Sizlarga charchamayapsizlar? Ko'mir toshi kerak edi aka. Nechtomi? Bitta Isuzu'da-da. Qancha berasiz shu churishga? 140. O'sha tushirib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi, bitta odamga tushirib qo'ysa bo'ldi aka. Borasizmi? Chiqay aka. 150 lez pul deyapsiz. Beraverasiz. 140 beraman deyapti aka. Sizmi aka, siz? Sizlarga ham osonlasa. Men birinchi marta tushunmadim. Chimyondan tushyapman. Endi nima ish qilasiz o'zi? Yo'qda endi o'zim bozor qilaman. Endi qishda chipsa tushib turamiz yo'lda. Bosaverasiz endi, nima ishda? Har kuni ish bo'larmi chiqsiz yo Kuniga faqat siz ish bo'ladi. 150 ming. uyga borasiz farzandlaringiz. Aka men to'g'ri yeb, betga bir mashpul degasini to'xtatib chiqqandim inshaalloh. Buni oling aka. Bitta 1,5 million pul uyim bor, mazza qilib damizdorlik deydi aka. Katta rahmat o'g'lim. Kerakmi o'zi pul aka? Kerak edi, qo'ydi. Nimaga kerak edi aka? O'rta qiyin vaziyatdamiz hozir. Yig'lamang aka, yig'lamaysiz hech qachon inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mashpulni qarang. Pul so'radi, yaqinlar. Baş 1,5 million pul. Nimaga kerak edi o'zi? Ko'chada bir 5 ming dollar, 6 ming dollar qarzim bor. Bu 100 dollar pulni 15-20 ga olgandim. Xo'p, mana aka mana shuni ham oling mana. Bu mendan sizga hadiya, ehson emas, inshaalloh hadiya Allohning yo'lida. Yo'q, ajallarda. Yo'q, mana oling ham aka. Bu farzandlaringiz ishlatadi. Bu Alloh bejizga emas, hech narsani bejizga qilmaydi aka. Ha? İnşallah yig'lamay hammasi zo'r bo'ladi. Erkak kishining boshida bor aka. Kichkinasini ismi Mashhurbek. Allohning yo'lida tanishgan bo'lsangiz, sog' bo'ling aka. Xo'p. Endi uyga borib aka, farzandlaringizga bitta bu narsa olib, chiroyli borib o'tiring aka. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p.